Assalomu alaykum, hurmatli qo'y va chorva ishqibozlari. Bugun 27-noyabr. Biz Namangan viloyati Pop tumani Chodaq qishlog'ida joylashgan o'zimizni qo'radan o'zimizni qo'ylarni ko'rsatyapmiz. Mana bari qo'zi-qo'chqonlar. Soni 15 dona. Sifatli, zoti, kelib chiqishi tayin bo'lgan chiroyli qo'zilar. Albatta videoda xato va kamchiliklar bor. Buning uchun uzr so'raymiz. Sababi biz havaskor blogerlardan professional emasmiz. Videoni cho'zib o'tirmayman. Ko'p gapirib o'tirmayman. Qo'zlarning bahosiga kelsak, 4.500.000 dan 3.800.000 gacha bor. Har xil holatiga qarab bor. Albatta yem yeb turgan, oz-ozdan yem yeb turgan, badani yaxshi, kichkina tadbir ehsonlarga so'yishga ham bo'ladi. Murojaat uchun telefon nomerimizni qoldiramiz. Telefon nomerimiz 93lik kodi bilan 970 82 82 970 82 82. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, erta indin yana dehqonlardan chiroyli video qilamiz. Like bosib, podechka qilib, obuna bo'lib, tursalaringiz, Xudo xohlasa, yangi video qilamiz.